Salom do'stlar, bu Kazakh Story Time. Biz boshlaymiz. Toshkent chekkasidagi eski, ammo sarishta va ozoda hovlida bahor nafasi sezila boshlagandi. Ammo bu yilda yashovchi 70 yoshli Muhabbat xolaning qalbida qattiq qishning sovugi hukmrondi. Uning ko'zlarida yosh, yuragida esa o'g'li Dilshodning so'nggi sozlari jonlanib turardi. Oyi, endi ko'p qarzga botib ketdim. Biznesni qutqarish uchun faqat shu uyni sotish kerak. Sizni esa shahar chetidagi zamonaviy pansionatga joylashtiraman. U yerda hammasi sharoit bor, vrachlar qarashadi. Hozircha o'sha yerda tura turing, oyoqqa turib olay, keyin o'zim yangi uy olaman. O'sha kuni Dilshodning ko'zlarida zarracha ham pushaymonlik yo'qdi. U uchun onaning uyi faqatgina quturuv kaliti, banklardan qutulishning bir vositasidi xolos. Muhabbat xola ko'ngli nimanidir sezsa ham, yagona jigarning iltijosiga qarshi tura olmadi. U umrining eng mazmunli yillarini o'tkazgan, marhum eri bilan birga qurgan, mevali daraxtlari bor o'sha hovli bilan yiglab xayrlashdi. Hujjatlar tez orada rasmiylashtirildi. Uy sotildi, pullar esa Dilshodning tadbirkorlik hisob raqamiga o'tkazildi. O'sha kuni oqshom Dilshod onasini eski Matiz mashinasiga o'tkazib, shaharning uzoq burchagidagi Nuroniylar maskani deb nomlanuvchi qariyalar uyiga olib kelib qo'ydi. Oyi, men tez-tez xabar qilib turaman, dedi-yu mashinaga o'tirib, ortiga ham qaramasdan jonab ketdi. Muhabbat xola o'sha paytda qo'lida bitta eski sumkasi, yuragida esa cheksiz og'riq bilan qariyalar uyining temir darvozasi oldida yolg'iz qolgandi. 2. Qariyalar uyining og'ir hayoti. Muhabbat xola uchun yangi hayot shu tarzda boshlandi. 4 kishilik kichik xona, temir karavot, dorilar hidi va taqdirga tan bergan keksalarning og'ir xo'rsinishlari uning har kunlik hamrohiga aylandi. Bu yerdagi boshqa qariyalar kabi u ham farzandlari tomonidan tashlab ketilgandi. Kimdir farzandining ichkilikka munosabatidan nolisa, kimdir kelinlarning zulmidan kuyardi. Muhabbat xola esa hech kimga shikoyat qilmasdi. U faqatgina Dilshodni o'ylardi, bolaning ishlari yurishib ketsin, qarzlardan qutulsin, menga shu yerda ham joy yetadi, derdi u o'ziga o'zi tasalli berib. Ammo kunlar o'tgan sayin Dilshoddan na bir qo'ng'iroq, na bir xabar keldi. Haftalar oylarga, oylar esa yillarga ulandi. Telefon raqamlari ham allaqachon o'zgargan, ona sho'rlik o'g'lining erdaligini, tirik yoki tirik emasligini ham bilmasdi. Muhabbat xola bu yerda ham qo'l qo'shirib o'tirmadi. U pansionat bog'idagi kichik yer parchasiga gullar ekdi, biroz mazasi bo'lmagan kampirlarga qarashdi, hamshiralarga yordam berdi. Uning mehribonligi va og'ir bosiqligi butun muassasa xodimlari va yashovchilarning hurmatini qozondi. Ammo yuragining bir burchagida o'g'liga nisbatan yashirin bir sir va qat'iyat o'sib borayotganini hech kim bilmasdi. 3. Dilshodning shon-shuhrat yillari. O'sha paytlarda Dilshodning ishlari onasining hisobiga keskin o'nglanib ketgandi. Olingan katta mablag' bilan u poytaxtda qurilish materiallari savdosi bilan shug'ullanuvchi yirik kompaniya tashkil qildi. Bir necha yil ichida uning biznes imperiyasi kengayib, shaharning eng badavlat tadbirkorlaridan biriga aylandi. Dilshod katta hovlilar sotib oldi, qimmatbaho mashinalar mindi, chet ellarga sayohat qildi. Uning uchun Muhabbat xola va eski uy 60dagi og'ir bir tushdekdi. Ba'zida do'stlari uning ota-onasi haqida so'raganida, u sovuqqonlik bilan, otam allaqachon vafot etgan, onam esa chekka qishloqda qarindoshlarnikida yashaydi, deb yolg'on gapirardi. Uning vijdonini qachonlardir uyni sotib, onasini qariyalar uyiga tashlab ketgani uchun umuman qiynamasdi. Pul, mansab va boylik Dilshodning ko'zini ko'r qilib qo'ygandi. U uylandi, go'zal va boy xotin oldi, farzandli ham bo'ldi. Hayoti farovonlik va hashamatda kechayotgandekdi. Biroq taqdirning o'z qonunlari bor. Inson boshqalarga qanchalik og'riq keltirsa, kelajakda shunchalik katta jazoga duch kelishini Dilshod hali bilmasdi. 4. Taqdirning birinchi ogohlantirishi. Dilshodning biznesi cho'qqiga chiqqan yillarning oxirida mamlakat iqtisodiyotida o'zgarishlar yuz berdi. Yangi soliq qonunchiligi, hamkorlarning aldovi va bank kreditorlarining keskin talablari Dilshodning imperiyasini sekin-asta siktay boshladi. Dastlab buni jiddiy qabul qilmadi. Zaxiram ko'p, hal qilaman, dedi u o'ziga o'zi.
Ammo bir nechta yirik shartnomalar kutil bekor qilingach, kompaniya hisob raqamida pul qolmadi. Banklar esa berilgan kreditlarni zudlik bilan solay boshladi. Dilshod tanishlaridan pul so'rab yugurdi, ammo hammasi uning muammolaridan qochay boshladi. Boylik vaqtinchalik ekanini u faqat qiyin ahvolga tutib qolganida anglay boshladi. Ko'chmas mulklar birin-ketin garovga qo'yildi, qimmatbaho mashinalar sotildi. Ammo bular ham qarzlarni qoplashga yetmadi. Bir kuni kechasi Dilshod o'zining ulkan, ammo endilikda sotuvga qo'yilgan bombosh kabinetida yolg'iz o'tirgandi. Uning xayoliga negadir 10 yil oldin qariyalar uyiga tashlab kelgan onasi keldi. Ko'z o'ngida Muhabbat xolaning o'sha kungi iltijoli ko'zlari gavdalandi. Dilshod birinchi marta yuragida sovuq bir titroqni his qildi. Yo'q, bu shunchaki stress, dedi u o'ziga o'zi ovozini chiqarib. 2 bo'lim, taqdir sinovi va to'satdan kelgan zarba. 5 bob. Imperiyaning qulashi va yolg'izlik. Keyingi bir necha oy Dilshod uchun haqiqiy do'zaxga aylandi. Avvaliga uning boyligiga mahliyo bo'lib yonida yurgan do'stlar, sheriklar va hattoki turmush o'rtog'i ham uni tashlab ketishdi. Xotini sud orqali erining bor-yo'g'ini bo'lib olib, bolasini ham olib chet elga ko'chib ketdi. Qo'lida qolgan ulkan hajmli million dollarlik qarzlar, bank vakillarining tinimsiz tahdidlari, soliq idoralarining tekshiruvlari uni kun sayin ezib borardi. Dilshod yashab turgan hashamatli kottej musodara qilindi, qimmatbaho mashinalari auksionda arzon garovga sotib yuborildi. Bir paytlar shaharning eng obro'li biznesmenlaridan biri bo'lgan odam endi hatto bir burda nonga pul topa olmaydigan omadsiz gadoga aylanib qolgandi. Uning hatto boshini yashirishga boshpanasi ham qolmadi. Qarindoshlar va tanishlar esa uning telefon qo'ng'iroqlariga javob bermay qo'yishdi. Qishning sovuq kunlarining birida Dilshod egnidagi eski paltosiga o'ranib, poytaxt ko'chalarida sarson yurdi. Yuragidagi og'riq, ruhiy tushkunlik va ochlik uni ado qilgandi. Hayot uni shunday bir nuqtaga olib keldiki, u endi kimdandir yordam so'rashga ham majbur edi, lekin yordam beradigan hech kim qolmagan edi. U ota-onasining eski hovlisini esladi. Balki o'sha yerga borarman, yangi egalariga iltimos qilarman, bir burchakka kiritar, degan o'y bilan u avtobusga chiqib, o'zining bolalik uyi joylashgan eski mahalla tomon yo'l oldi. 6 bob. Eski uyning yangi qiyofasi. Dilshod tanish ko'chalardan o'tib, o'zining bir paytlar sotgan uyi qarshisiga kelib to'xtadi. Uyning tashqi ko'rinishi butunlay o'zgarib ketgandi. Eski sazbalchiq devorlar o'rnida baland, qimmatbaho oq marmar bilan qoplangan zamonaviy qasr qad rostlagandi. Darvoza oldida esa eng so'nggi rusumdagi xorijiy mashinalar turardi. Dilshodning yuragi shuvillab ketdi. U uyalibgina qo'ng'iroq tugmasini bosdi. Bir oz o'tib, videodomofondan qimmatbaho kiyim kiygan, yuzida sovuq va kekraygan ifoda bor yosh yigitning ovozi eshitildi. Kim kerak? Sizga nima kerak? Men kechirasiz, dedi Dilshod titragan ovozida. Men bu uyning sobiq egasining o'g'liman. Biroz og'ir ahvolda qoldim. Iltimos, bir kun yoki 2 kun garajda yoki hovlining bir chekkasida turishga ruxsat beringlar, juda sovuqda qoldim. Domofondan sovuq va zaharli kulgi eshitildi. Hoy oshna, sen adashding shekilli. Bu uyni biz 5 yil oldin million dollarga sotib olganmiz. Bu yer senga qarovsizlar boshpanasi emas. Hozir militsiya chaqiraman, yo'qol ko'zimdan. Dilshodning yuragiga xanjar sanchilgandek bo'ldi. U pastga qaradi, oyoq kiyimlari yirtilib ketgan, qo'llari sovuqdan ko'kargandi. U butun umr faxrlanib yashagan boyligi, ota-onasining mehnati bilan topgan qo'nalg'asi endi unga begona edi va uni hatto ostonasiga ham yaqinlashtirishmadi. Yig'lab yubormaslik uchun u tishlarini bir-biriga qattiq bosdi va sekin orqaga burildi. Ko'cha boshiga chiqqanida u o'zini yo'qota boshladi. Ochlik, sovuq va ruhiy zarba o'z so'zini aytdi. Uning ko'z oldi qorong'ulashib, asfaltga yiqilib tushdi. 7 bob. Anonim qutqaruv va shifoxona palatasi. Dilshod ko'zini ochganida oppoq devorli dorilar hidi anqib turgan xonada yotardi. Uning qo'liga kapelnitsa ulangan. Ustiga esa toza issiq odeyal yopilgandi. Boshi og'rib, tanasi zirqirab og'riyotgan bo'lsa-da, tirik ekanini his qildi.
Xonaga oq lat kiygan o'rta yoshli, chehrasi nurli hamshira kirdi. U Dilshodning hushiga kelganini ko'rib, darhol mehribonlik bilan uning peshonasiga qo'lini qo'ydi. Hushingga keldingmi, o'g'lim? Qo'rqma, bu yer shahardagi markaziy shifoxonalardan biri. Seni ko'chadan hushsiz holda topib kelishdi. Men bu yerda qanday qoldim? Shifoxona pulini to'lay olmayman, mening pulim yo'q, dedi Dilshod xirillab chiqqan ovozida. Hamshira mayin kulimsiradi. Xavotir olma, sening davolanishing va palatang uchun hamma haq to'lab bo'lingan. Hattoki senga keyingi kunlarda yashash uchun kichik xona va ish topib berishmoqchi. Kim to'ladi? Menda boshqa hech kim qolmagandiku, Dilshod hayron bo'lib so'radi. Hamshiraning chehrasida biroz sirli tabassum paydo bo'ldi. Buni hozircha ayta olmayman. Faqat bir narsani bilaman, bu dunyoda sen uchun hamma narsani qurbon qilishga tayyor bo'lgan bir inson hali ham bor ekan. U seni hali ham unutmagan. Dilshod bu so'zlardan yanada ko'proq esarlanib qoldi. Kim bo'lishi mumkin? Do'stlari uni allaqachon sotib ketgan bo'lsa, xotini undan nafratlansa. Kim unga bunday muruvvat ko'rsatdi ekan? Uning xayoliga bir zumga 10 yil oldin o'zi qariyalar uyiga tashlab kelgan onasi keldi, ammo u darhol bu fikrni rad etdi. Yo'q, u o'sha yerda yashaydi. Uning bunday imkoniyati ham, puli ham yo'q, dedi u o'ziga o'zi. 8 bob. Sirli xat va birinchi qadam. Shifoxonada 2 hafta davolangandan so'ng Dilshodning jismoniy ahvoli biroz yaxshilandi. U endi oyoqqa tura olardi, rangi ham o'ziga kelgandi. Shifoxonadan chiqadigan kuni hamshira unga oq konvert tutqazdi. Buni senga kimdir tashlab ketdi. O'qib ko'r, dedi hamshira. Dilshod konvertni ochib, ichidagi xatni o'qiy boshladi. Xat qo'lda yozilgan bo'lib, yozuv uning ko'ngliga juda tanishdi, ammo kimniki ekanini eslay olmasdi. O'g'lim Dilshod, hayot har doim ham biz o'ylagandek davom etmaydi. Ba'zida biz boylik va shuhrat orqasidan quvib, haqiqiy qadriyatlarni, mehr, oila va vijdonni yo'qotamiz. Sen adashding, lekin har bir insonga to'g'ri yo'lga qaytish uchun imkoniyat berilishi kerak. Men seni kechirdim. Bu xat bilan birga senga yashash uchun bir manzil va kichik boshpana kaliti topshiriladi. Sen yana qaytadan boshlashing mumkin. Ammo bir shart bilan, avval inson qadrini tushunib yetgin. Xat ostida hech qanday ism yozilmagandi. Faqat birgina manzil ko'rsatilgandi. Toshkent viloyati, Zangiota tumani, Nuroniylar maskani, 14 xona. Dilshod xatni o'qib bo'lgach, uning qo'llari qattiq titray boshladi. Ko'zlaridan jala quyilib yosh oqa boshladi. Qariyalar uyi. Bu onamdanmi? Degan o'y uning boshini chaqmoq chaqqandek yoritib yubordi. U endi hamma narsani tushuna boshladi, lekin yuragini shunday bir qo'rquv va pushaymonlik qamrab oldiki, u nafas ololmay qoldi. 3 bo'lim, qariyalar uyiga qaytish va achchiq haqiqat. 9 bob. O'tmish tomon yo'l. Dilshod qo'lidagi oq xat va 14 xonaning kalitini mahkam siqib tutgancha, Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Nuroniylar maskani tomon ketayotgan avtobusda o'tirardi. Uning qalbida qo'rquv, uyat va cheksiz pushaymonlik g'uj-g'uj edi. 10 yil oldin o'zi shu darvozadan xudbinlik bilan haydab chiqargan, endi menga ortiqcha yuksan deb o'ylab, boshqalarning qo'liga topshirib ketgan onasining yoniga u endi mutlaqo boshqa odam, hamma narsasini yo'qotgan, simdirilgan va tizzasiga cho'kkan ojiz bir banda bo'lib qaytardi. Avtobus qariyalar uyi oldidagi bekatga kelib to'xtadi. Dilshod pastga tushdi va daraxtlar soyasidagi eski, ammo ozoda bir qavatli binoga qarab sekin qadam tashladi. Atrof sokin, faqat kuzning salqin shabadasi daraxtlarning sarg'aygan barglarini shildiratib uchirib o'tardi. Uning yuragi tomog'iga tiqilib, har bir qadami xuddi og'ir tosh bosib turgandek mashaqqatli edi. Meni kechirarmikin? Shuncha yildan beri biron marta yo'qlamagan bo'lsam, yuzimni qanday ko'rsataman, degan o'ylar uning miyasini kemirardi. Ammo u orqaga qaytish yo'li yo'qligini juda yaxshi bilar edi. Hayot uni shunday bir chigallikka olib kelib qo'ygandekki, faqatgina onaning muqaddas ostonasigina uning yaralariga malham bo'la olardi. Onbob. 14 xona eshigi ortidagi sir. Dilshod markaziy binoga kirib, navbatchi hamshiradan 14 xona qayerda joylashganini so'radi.
Hamshira unga bir soniya tikilib turdi-da, tanib qolganday. Ha, Muhabbat xolaning o'g'limisiz? Kelishingizni kutishayotgan edi. To'g'ri boring, koridorning oxiridagi chap tomonidagi xona. Dilshodning yuragi gupillab urib ketdi. U sekin borib on-tort xonaning eshigini taqillatdi. Kiring degan juda ham tanish, lekin avvalgidan ko'ra ancha zaiflashgan qarilik ovozi eshitildi. Dilshod eshikni sekin ochib ichkariga qadam qo'ydi. Xona juda kichik, ammo nihoyatda ozoda va yorug' edi. Deraza oldidagi kichik stol qarshisida oq ro'molga o'ragan, yuzlariga chuqur ajinlar tushgan, sochlari oppoq bo'lib ketgan Muhabbat xola o'tirardi. Uning ko'zlari to'g'ridan-to'g'ri o'g'liga qadaldi. 10 yil ichida ona ham, o'g'il ham juda o'zgarib ketgan edi. Dilshod o'zini tuta olmay eshik ostonasidayoq yig'lab yubordi va to'g'ri borib onasining oyoqlariga yiqildi. Oyi! Onajon, kechiring meni. Men notavon o'g'lingizni kechiring. Hamma narsamdan ayrildim, hamma meni tashlab ketdi. Lekin siz yana meni qutqardingiz. On bir bob. Onaning buyuk kechirimi. Muhabbat xola titrab turgan keksa qo'llari bilan o'g'lining boshini sekin siladi. Uning ko'zlaridan oqayotgan yoshlar ohangida na nafrat, na gina, faqat cheksiz mehr va qalb xotirjamligi bor edi. Tur o'g'lim, tur o'rningdan, dedi u yumshoq ovozda. Ota-ona hech qachon o'z bolasidan voz kechmaydi. Sen adashding, boylik orqasidan quvib, insoniylikni unutding. Lekin taqdir senga insof berishi uchun shunday og'ir sinovni yubordi. Yig'lama, o'g'lim, yig'lama. Dilshod onasining bag'riga bosh qo'yib uzoq yig'ladi. U ilk bor 10 yil ichida o'zini haqiqiy uyda, xavfsizlikda his qildi. U onasiga qarab, oyi, qanday qilib? Sizda pullar qayerdan keldi? Qanday qilib meni shifoxonadan topdingiz va bu xonani, hamma sharoitni qilib qo'ydingiz? Deb hayron bo'lib so'radi. Muhabbat xola tabassum qilib deraza tashqarisidagi keng bog'ga qaradi va hikoyasini boshladi. O'g'lim, sen uyni sotganingda men faqat sen uchun qayg'urgan edim. Lekin bu yerga kelganimdan keyin ham qo'l qoshirib o'tirmadim. Bu yerda keksalarga qaradim, bog'ni parvarish qildim. Ammo asosiysi, otam rahmatlining menga qoldirgan eski bir siri bor edi. 12 bob. Eski sirning ochilishi. Dilshod hayrat bilan onasiga tikilib qoldi. Qanaqa sir, oyi? Otamning faqat oddiy ustaxonasi bor edi-ku. Muhabbat xola o'rnidan sekin turib, shkafning pastki qismidan eski, temir qulfli kichik qutichani olib keldi. Uni ochib, ichidan bir dasta hujjatlar va ko'hna qog'ozlarni chiqardi. Otang haqiqiy oddiy usta emas edi, o'g'lim. Sovet davrida u Toshkentdagi yirik zavodlardan birining bosh muhandisi va ixtirochisi bo'lgan. Uning ilmiy ishlanmalari va patentlari o'sha paytda maxfiy saqlanardi. Keyinchalik mustaqillik yillarining boshida u bir nechta xorijiy kompaniyalar bilan hamkorlik qilib, o'z patentlarini qonuniy ravishda rasmiylashtirib qo'ygan edi. Ona chuqur xo'rsinib so'zida davom etdi. O'shanda sen biznesimni qutqaraman deb uyni sotmoqchi bo'lganingda, men bu pullarning hammasi seni qutqarishga yetmasligini bilar edim. Lekin seni sinab ko'rdim. Sening nafsing qanchalik kattaligini ko'rmoqchi edim. Sen uyni sotding va meni shu yerga olib kelib tashlading. O'sha kuni men otamdan qolgan barcha hujjatlarni rasmiylashtirish uchun huquqshunoslarga murojaat qildim. Dilshod esa quloqlariga ishonmasdan qarab turaverdi. Demak, o'shanda otamdan qolgan meros bu juda katta boylik edimi? Ha, o'g'lim, dedi Muhabbat xola sokinlik bilan. U patentlar va aksiyalarning qiymati sening yo'qotgan biznesingdan 10 barobar katta edi. Ammo men u pullarni sening qo'lingga berib qo'ya olmas edim. Chunki u paytda sen pulni qadrini emas, faqat uning orqasidan keladigan manmanlikni bilarding. Men shuncha yil davomida bu kapitalni boshqarib, uni ko'paytirib bordim. Va mana hozir bularning hammasi senga tegishli. Sening va otangning merosi. Dilshod o'zini juda ham past, kichik va uyalib ketgan his qildi. U onasining oyoqlari ostida yana yig'lab yubordi. Oyi, men bunga loyiq emasman. Men sizni sotdim. Men sizni qariyalar uyiga tashlab ketdim. Nega menga bunchalar mehribonsiz? Nega meni kechirdingiz?
Muhabbat xola o'g'lining sochini silab mehr bilan javob berdi. Chunki men onaman, o'g'lim. Sen adashding, lekin bu hayotda har bir insonga ikkinchi imkoniyat berilishi kerak. Endi sening oldingda yangi yo'l turibdi. Bu boylikni esa endi boshqacha sarflaysan, odamlarga yordam berasan, xayriya qilasan va otangning nomini oqlaysan. 13 bob. Kechirimli qalb va yangi manzil. Muhabbat xolaning saxovatli qalbidan chiqqan kechirim so'zlari Dilshodning qalbini butunlay o'zgartirib yubordi. Bir paytlar faqat boylik, mansab va shaxsiy manfaat ortidan quvib, ota-onasining mehri hamda insoniylik qadrini oyoqosti qilgan bu yigit endi o'zining qanchalik tubanlashganini chuqur anglab yetgan edi. U onasining oyoqlari ostidan sekin o'rnidan turdi, uning titroq qo'llarini o'pdi va ko'z yoshlarini artdi. "Oyi", dedi Dilshod bo'g'iq, lekin qat'iy ovozda. "Men sizning bu buyuk sovg'angizga, bu merosga loyiq emasman. Lekin siz menga ikkinchi imkoniyat berdingiz. Va'da beraman, bu boylikni endi faqat yaxshilikka, odamlarga yordam berishga, ayniqsa sizga o'xshagan yolg'iz qarilarga, mehrga muhtoj insonlarga sarflayman. Otamning nomini oqlayman va hayotimni noldan boshlayman." Muhabbat xola o'g'lining ko'zlaridagi samimiy pushaymonlikni va o'zgargan nigohni ko'rib, yengil tortdi. Ona uchun farzandining to'g'ri yo'lga kirishi dunyodagi eng katta baxt edi. "Xudo xohlasa, hammasi yaxshi bo'ladi, o'g'lim. Yaxshilik qilish uchun kech bo'lmaydi", dedi u iliq tabassum bilan. Oradan bir necha kun o'tib, barcha huquqiy hujjatlar rasmiylashtirildi. Otasining ko'p yillik ilmiy merosi, patentlari va aksiyalardan tushgan daromadlar qonuniy ravishda Dilshodning nomiga o'tkazildi. U endi yana boy odam edi, lekin avvalgidek manman, kekkaygan emas, balki hayotning qadriga yetgan, vazmin va mehribon inson edi. 14 bob. Nuroniylar maskanidagi yangi bog'. Dilshod o'zining yangi hayotini aynan o'zi 10 yil oldin xudbinlarcha unutib qo'ygan joydan, Nuroniylar maskanidan boshladi. U ota-onasining merosidan tushgan birinchi yirik mablag'ni shu qariylar uyini tubdan qayta ta'mirlashga, uni eng zamonaviy tibbiy jihozlar, qulay yotoqxonalar va dam olish maskanlari bilan ta'minlashga sarfladi. Qariylar uyi hududida katta ko'm-ko'k bog' barpo etildi. U yerda turli mevali daraxtlar, gullar ekilib, keksa otaxon va onaxonlarning maroqli dam olishi uchun barcha sharoitlar yaratildi. Dilshod har kuni shu yerda bo'lar, keksalarning holidan xabar olar, ularning dardalamlarini tinglar, o'z ota-onasidek ularga g'amxo'rlik qilar edi. Keksa insonlar uning bu samimiy xizmatini ko'rib, "Alloh senga ming baraka bersin, bolam, onangning yuzini yorug' qilding", deb duo qilishardi. Muhabbat xola esa o'g'lining bu o'zgarishlarini ko'rib, o'zini dunyodagi eng baxtli ona his etardi. Ular endi o'sha qariylar uyining alohida, shinamgina uychasida birga yashashar, kechqurunlari bog'da sayr qilib, o'tmishni eslab suhbat qilishardi. 15 bob. O'tmishdagi do'stlar va saboq. Vaqt o'tishi bilan Dilshodning yangidan oyoqqa turgani, mamlakatdagi yirik xayriya jamg'armalaridan birining rahbari bo'lgani ommaviy axborot vositalarida keng yoritila boshladi. Uning xayriya loyihalari, qariylar uylari va muhtoj oilalarga ko'rsatayotgan beg'araz yordamlari ko'pchilikka o'rnak bo'ldi. Bir kuni shahardagi eng qimmat restoranlardan birida biznes forum o'tkazilayotgan edi. Dilshod ham u yerga taklif qilingan edi. U kelayotganida, to'satdan uning yo'lidan o'sha, biznesi qulagan paytda uni birinchilardan bo'lib tark etgan, boyligiga uchib kelgan sobiq xotini va bir nechta sobiq do'stlari chiqib kelishdi. Ularning yuzlarida soxta tabassum, ko'zlarida esa yaltoqlik bor edi. "Oh, Dilshod! Qalaysan, do'stim? Sening shunday ulkan muvaffaqiyatga erishganingdan juda xursandmiz. Biz doim sening qobiliyatingga ishongan edik", deyishdi ular laganbardorlik qilib. Dilshod to'xtadi. U ularga sovuq, ammo juda vazmin nigoh bilan tikindi. O'sha paytda ular uning bittagina so'ziga zor edilar, ammo ular yuz o'girib ketishgan edi. Dilshodning qalbida endi na g'azab, na gina bor edi. Faqat achinish hissi sezilardi xolos. "Rahmat", dedi Dilshod og'ir bosiq ohangda. "Sizlarning qadamingiz menga katta saboq bo'ldi. Kimning chinakam do'st, kimning esa faqat pul uchun yonda yurganini anglab yetdim. Hayotda boylik kelib ketadi, ammo insoniylik, mehr va vijdon hech sotib olinmaydi. Salomat bo'linglar."
U ularga ortiq e'tibor bermasdan boshini baland tutgancha yonlaridan o'tib ketdi. Sobiq do'stlari uyalib yer qolishdi. 16 bob. Haqiqiy baxt va kelajak. Yillar o'tdi. Nuroniylar maskani endi shunchaki qariylar uyi emas, balki butun mamlakat bo'ylab mehr-oqibat va insoniylik ramziga aylandi. Bu yerda yashayotgan yuzlab keksalar o'zlarini yolg'iz his qilishmas, balki katta va ahil oilaning a'zolarida yashashardi. Bir kuni kech Dilshod onasi bilan bog'dagi so'rida o'tirgan edi. Osmonda yulduzlar charaqlab turar, atrofdan esa mayin shabada esib o'tardi. "Oyi", dedi Dilshod onasining qo'lidan tutib. "Kecha bir narsani o'yladim. Agar o'shanda siz meni o'sha sinovdan o'tkazmaganingizda, agar o'sha qattiqqo'llikni qilmaganingizda, men balki hamon nafs botqog'ida botib yashayverar edim. Siz menga nafaqat hayotni, balki insoniyligimni ham qaytarib berdingiz. Rahmat sizga, onajon." Muhabbat xola o'g'lining peshonasidan o'pib, mehr bilan jilmaydi. "Inson adashi mumkin, o'g'lim. Muhimi, xatosini tushunib to'g'ri yo'lga olishda. Sen buni uddalading. Otangning ruhi ham osmonda bizdan rozi bo'lib turgandir." Dilshod osmonga qaradi. Yulduzlar go'yo unga qarab jilmaygandek tuyuldi. U endi hayot. Boylik, shuhrat va mansab u, mehr, vijdon va ota-ona duosi esa abadiy edi. Uning qalbida esa endi abadiy bahor hukmron edi.